ham qo'limdan keladi, aytaman. Ber. Aka, menga bir marta imkon beringizlar. Chippa chiroyli. Blogerlar videoni yorib yuborishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bitta like bosib qo'yasizlar. Men bo'lsa bu chippa chiroyli bo'lgan konditsionerni obzor qilib beraman. Okay, xonadoningizda yoki ofisingizni chiroyli qilib remont qilib qo'ygansiz. Ana shu remontga mos konditsioner qidirayotgan bo'lsangiz, Artel Baraka inverter konditsioneri. Konditsioner dizayniga bitta baho berib qo'yasizlar. Haqiqatda chippa chiroyli bo'lgan konditsionerlardan bittasi. Okay, bu konditsionerimizda barcha zamonaviy konditsionerlarda bo'lishi kerak bo'lgan hamma funksiyalari bor. iFeel funksiyasi deysizmi, iClean funksiyasi deysizmi, Auto Restart, sama diagnostika. Eng kerakligi menga yoqadiganisi qish paytida -20 gradusda ham xonadoningizni, ofisingizni isitib berish imkoniyati bor. Okalar, eng kerakligi montaj uchun ichidan barcha aksessuarlari chiqadi. Boshqa brendlarga o'xshab turib, aksessuarlarni qidirib yurmaysizlar. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, kranshtayn deysizmi, mis turbalari deysizmi, simlarigacha yetkazib beramiz. Artel Baraka inverter konditsioneri narxiga keladigan bo'lsa, Akfa savdo markazida aksiya ketyapti. Shu aksiyada 6 million so'mdan sotilyapti. Kelinglar, Akfa savdo markazida turli xil konditsionerlarni tanlab olishinglar imkoniyati bor.